Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom. Tug'unjon bormi da? Qaysi Turg'unjon deysiz? Mayliqi, avaz urdigan atoqliq bir avaz artistimiz bor, Turg'un Ibrohim deydigan. Shu kishini izlab kelib edim, to'pga chiqib qo'ysam yo'q. U bir yig'in ishidan sirtqa chiqib ketgan. Ha, menda ketdi qaysa. Nakasa? Endi men qaysa xabarlar bor, shu bizning shaharda qaysa tumoqchilik qilibdim. O'tganda mana Turg'un Ibrohim bilan birga tanishib qilib avadi qaysa. Shuni ular do'konni taqib o'tqanmish avazga asal qiziqib qolibganmi? Intan berib qo'ymiki deb kelgandim. Yaxshi. Endi ishingiz yaxshi, ha. Sizmi avaz artistsan, ha? Ha, avaz artistiman. Unda bo'lgandikan, ismlar nima? Buni so'rab qoldingiz. Ha, ismim To'mirxon. To'mirxon? Ha. Bu To'mirxon degan xotin kishining ismi-da? Ha, manda desan, ko'nglingizni kap qolmasa, meni demoqchi bo'lganim bu To'mirxon degan akishning ismida demoqchidim. Voy, siz bu To'mirxon degan ish qilib odamning ismida? Ha, odamning ismi, odamning. Endi manda ketib, sizning boshliq bo'lmasam, sizga o'sima bir intan berib qo'y. Endi o'tib qolsam, o'tib ketaman. Bo'lmay qolib qolsa, bir praktik hisob olib qolsam deb chirishimchi. Ha, bo'ladi. Biroq mening bu ovoz imtihon elish salohiyatim yo'q. Ishim bo'lmaydi, berib qo'y. Endi olib qo'ymanglar bizni. Kimni lozim bo'lib qolamiz deyman. Voy, bu olib qo'yma deb qo'ydigan ish emas bu qaram. Bizning yuqurimiz ustimiz boshliqlar va qaram. Qaysa sizga yarasak, undan aniq yaraymiz. Nima bir mesh qilib olamiz. Qadash bo'ldi ya? Bo'pti. Qaraganda shu ovozga nihoyat qiziqadigan o'xshaysiz. Shunda. Bo'pti, bir ko'rib boqaylik undasi. Qanday aloyidligingiz bor? Endi mening aloyidligim shu. Naqsh ayta olayman. To'y kunida uslay olayman. Voy. Yana ayliqi. Ancha-muncha uni buni to'g'ri olayman. Ha, yaxshi. Qani unda bir azroq tayyorlig'ingiz bor? Tayyorlik ham bor. Ha, bo'ladi. Qani unda tayyorlagan nomeringiz bo'lsa, o'zingiz bir to'g'rab qo'ying. Qopman bilansa. Ha? Ya o'zingiz qilmaydi uni. Chiqsam berga. Tan qilmas. Kasa? Seliqi, meni tayyorliqim nakasa. Mening tayyorligimni sizlar bilib qaysan. Eliqi. Ama bizim ataqlıq yaş bir yazıqçımız var, ataqlıq bir yazıqçımız var, Ömer Kadir deydigan. Şu adam yazgan olib Dozaq safardan kinoni ko'rgan mi? Ko'rgan. Aşağıda qaysan. Yani bir xroin so'digiri var. Eliqi Sidiq Bayvachchi deydigan. Uni shu to'rab tasla. Mayliq bizniki marhum ataqlıq komediya artistimiz Hasan Yusufkan bor. Shuniki men to'rab beray. Ha, bo'ladi demsa. Eliq xroin sotadigan bir yava qo'yib uyga kelgan. Shu yerni deb basa. Ha, eliq xroin atkazchisi. Ha, shunda. Ha, bo'ldi. Keldiqamsa? Ha, keldik. Ezim, ben sana bu uyga kelme deb necha qitim aytdim bu. Agar meni fosh qilib qo'ydigan bo'lsam, ko'glikni ko'rsatdim. Xotirjam bo'sla hocam. Agar meni tushunib, qiymichimi qilaversinmi? Hech nima fosh qilmayman. Xotirjam bo'sla. Yaxshi. O'xshadimi ya? Ha, o'xshadi. Yana bir yeri bor. Jenim ana, bag'rim ana, seni bek chig'indim juma. Yaxshi, o'xshadi. O'xshadimi? O'xshadi. Yana birini to'g'ri beray qolsa. Buni o'zir deb bosla, juma. Yana shoshib turibni ko'rganmisizlar? Aslida ayoliga vasiyat qilgan bir odam bor. Lekin o'zlari topilishmi? Yana xudo yosh, chiroyli, oppoq. Navada bir uyga ketib qolsa, aytigi bulardi xudo. Agar shu yigitga eringlarga mening bir kur kiyimni kiygizib qo'ysalar, meni o'z ko'zimda ko'rgandek ko'rishlar. Bularni xudo ketib bag'ilay. Voy, bizning ataqlıq komediya artistimiz Yusufali akamning ovozi bu. O'xshatmas, yaxshi. Yo'lmas. Sen bir noch buni bilaman. O egisiga saksabdi. Bo'ldi. To'xta. O'tiring. Bo'ldi, yaxshi. Qo'yla. Qasa? Hayotimdan beri sizga do'rab berdim. Ataqlıq artistimizni siz deb qo'ymisiz juma. Ha, yaxshi. Anglab qolsa, beka menda xafa qilib yursin deyman. Ha, yo'q. Ular meni shunda aloyidlik bo'lg'achqa, shunda qiziqarli rollarni olg'achqa u xalqimizga tanilgan, peshqadam shaxslardan bo'lib qolgan. Ular hargiz xafa bo'lmaydi. Anchilik bo'lsa-ku, mayli. Yaxshi. Bizning hamda siz shu ovoz bilan keldingizlar. Shunda. Sizning bu yerlik shivingiz bek eg'ir ekanda. Nima? Shiva? Ya men shiva emas, Uyg'ur. Ben şimdi Shiva demedim. Ben sen dedim ama sen Urg'ay. Urg'ay emas, Uyg'ur dem. Uyg'ur dem. Urg'ay o'xshash-ku. Ha, chiqarsam Urg'ayda keltirasiz.
Yaxshi. Biroq siz shu ovoz berman deb kelibsiz, endi biz asos o'rtaq til ishlatamiz qara. O'rtaq til? O'rtaq til. Bu o'rtaq til degan gap qanday til bu? O'rtaq til degan o'rtaq til qara. O'rtaq til. O'rtaq til degan shu bizning har qaysi shaharlardagi qarindoshlarimiz tushuna oladigan. Masalan, Oqsu, Kucha, Qashqa, G'o'ja, Turpan degandek. Hammasi tushuna oladigan o'rtaq tilni biz o'rtaq til deymiz. Bu o'rtaq til deymiz. O'rtaq til deymiz. Qashqa so'zlaymiz. Xotin, Kucha, so'zlayman? Ha, bo'ladi. Unda bo'lsa sizga men bir narsa beray. Bu bizning klassik asarimiz G'ayrib sanamdan Ariyaga mushuni bir o'sha G'ayribning ovozi o'xshitib belqin avkarnikini. Mushuni bir dialog qilib bersin. Bu ilqi. Evo, G'ayribni Abdulla Shatib Suvodga o'xshanda. Ha, she'r. Shu bayatimdek o'rtaq tilda Qashqarning o'rtaq til degandek, ha? Shuni, o'rtaq til so'zlar. G'aribcho, qaylab turliqo. Ma'suja, ma'sab turib kirtadigan-da. Endi G'ayrib keldik. Hoy, nagmatimna. Ilgi mingdaysiz, ilgi mingdaysiz. Sen nagmatimna, mingmaytman. Endi yana bir narsaning so'zi bor ekan. G'arib qari, Mansiya. Charbaq kizgiribamti. Tilab tashamjimsa. Yana bir narsa bor ekan. Ukam, so'raysanmi, men baxsma. Dal shu chaqda, Sanamjon keldi deydi. Ha, Sanamjon keldi. Anda mana shu G'arib Sanamga manda deydi ekan. Sanamjon, kelsa meni qaytib kelitman. Men kagicha qon ko'limizni hargiz yerim qilmang. Avchanada 70 ko'p pul bor. Men kaychilib qaytib turmoqman. O'rtaq til. O'rtaq tilmi? Yaxshi. Yaxshi so'zladingiz. Rahmat. O'rtaq tilni aytimdan so'zladim. Rahmat. Yaxshi. Yana boshqa alaydigansiz bormi? Bor. Masalan, qo'shiq naqsh ayta olmayman. Qanday naqsh qo'shiq naqsh? Asa? Ha. Mamlakat chasa? Voy. Mandaqa. Chasa. Voy, nimaga chalaman? Gulmara. Qo'ydim, bo'ldingiz? Aysa? Qo'shib aytam deb siz aytamiz berdi. Qo'shiq naqsha. Astagfirullah. Aysa. Bağım boy gülmere. To'xtasam, keyin aytdim buni. Chasa. Ha? Chasa. Nima? Bağım boy gülmere. Bağımda anarım gülmerem. Sen karıyım, sen yarım gülmerem. Kırgıydek adaşım gülmerem. Okuş çıkmak mı? Ha? Yani başka naqshini bilmez. Mesela atta ketding, meni kelmayding. Anna ketding, kelmayding. Bu sening o'zing emas. degan naqshni bilman. Yaxshi. Yana bir naqsh bor. Ha. O'ynayli do'stlar, kulayli do'stlar, bala-baladek navo aylab, o'ynayli do'stlar, bala-baladek navo aylab, kulayli do'stlar. Yaxshi. Endi boyatinki qaysa? Qo'l qo'shiqchilik naqshi men hozirgi zamondagi yosh bolaning naqshi. Ha, yoshlarning naqshi. Shunda bo'ladi. Yana uyg'urcha, inglizcha nima aytamiz-mi? Ha? Jin. Uyg'urcha, inglizcha. Aytmayman. Juni shengra kayla, juni shengra kayla, juni shengra kayla, juni shengra kayla, ati pati juyu, ati pati juyu,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Buni uyqusunda aytmaymiz.